Dushanbeda Markaziy Osiyo va Rossiya sammiti hamda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti bo'lib o'tdi. Sammitda O'zbekistonda atom energetikasi bo'yicha mintaqaviy kompetensiyalar markazini ta'sis etish, shuningdek, Moskva davlat muhandislik fizika institutining Toshkent filiali bazasida kadrlar tayyorlash dasturini qabul qilish taklifi ham muhim tashabbuslardan biri sifatida qayd qilindi. Могу сказать, что Узбекистан занимал всегда очень взвешенную позицию, направленную, конечно, в первую очередь на реализацию интересов своего народа, развитие своей промышленности, nauki. O'zbekiston juda vazmin va muvozanatli siyosat yuritib kelmoqda. Bu siyosat albatta avvalo o'z xalqining manfaatlarini ta'minlashga, sanoat va ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan. Shu bilan birga ko'plab muammolarni birgalikda, hamkorlikda hal qilish mumkinligini ko'rsatmoqda. Menimcha, milliy manfaatlar va keng mintaqaviy ittifoqlarni yaratish o'rtasidagi shu donolik va muvozanat O'zbekistonning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylandi. So'nggi yillarda bu ishning atom energetikasi va atom texnologiyalari sohalarigacha kengaygani juda quvonarli. O'zbekiston yetakchisining bu yo'nalishdagi tashabbuslari soha rivojida muhim ahamiyatga ega bo'lgan takliflardir. Sammit davomida prezidentimiz turli yo'nalishlarni qamrab olgan yangi kengash va konsorsiumlar tashkil etish tashabbuslari orqali kelajak energetikasi, sun'iy intellekt va inson salohiyatini bir yo'nalishda uyg'unlashtirish g'oyasini muhokama maydoniga tashladi. Energetik sheriklik tashabbusi barqaror rivojlanish poydevori, sun'iy intellekt kengashi raqamli mustaqillik kaliti, kelajak muhandislari konsorsiumi esa intellektual avlodni birlashtiruvchi ko'prik bo'lishi qayd qilindi. Bu g'oyalar Markaziy Osiyo va Rossiya hamkorligini yangi texnologik davrga olib kirmoqda. Tojikistonda bo'lgan ikkinchi katta anjumanga o'tishdan avval bitta muhim chekinish qilaman. Dushanbedagi ikkita sammit oralig'ida O'zbekiston yetakchisi shaxsan qatnashmasa-da, ammo uning ezgu niyati va mashaqqatli mehnati bilan amalga oshgan o'ta ahamiyatli voqea bo'lib o'tdi. O'zbekistonning energetik kelajagiga tamal toshi qo'yildi. Jahon bankining kuni kecha e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti 2025-yil yakunlari bo'yicha 6.2% ga o'sishi mumkin. Global tuzilma o'z prognozlarini yaxshiladi. 3 oy avvalgi taxminlar 5.9% atrofida edi. Bu yaxshi xabar, albatta mamlakatda yangi ish o'rinlari, zavod, fabrikalar ochilayotgani, savdo sanoat rivojlanib, aholi farovonligi oshayotganidan darak beradi. Lekin biz tilga olgan barcha jihatlar uchun eng avvalo barqaror energiya kerak. Bugun O'zbekistonda energiya iste'moli 70 milliard kilovatt-soatga yaqinlashib qoldi. 8 yilda qariyb 50% ga oshdi va bu tendensiya hali davom etadi. Rivojlanayotgan davlat uchun bu normal holat. Infratuzilma, uy-joylar qurilishi, demografik o'sish, urbanizatsiya, texnologik taraqqiyot, sanoat loyihalari barchasi dolzarb. Talabga yarasha taklif ham shakllanyapti. Birgina energetika sohasida 2016-yilda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 60 milliard kilovatt-soatga yetmagan. Bu yil 85 milliard kilovatt-soat haqida gap ketmoqda. Joriy yil oxirigacha muqobil manbalar ulushini 16% ga, 2030-yilga borib esa 55% ga ko'tarish maqsad qilingan. Iste'mol kelgusi 10 yilda hozirgidan qariyb 2 barobarga ko'payishi kutilmoqda. Xo'sh, mavjud manbalar ehtiyojini qoplay oladimi? Yangi yashil quvvatlar barpo etilayotgan bo'lsa-da, bugungi islohotlar sur'ati, demografik o'sish fonida bu juda mushkul vazifa deydi tahlilchilar. O'zi energetik inqiroz nafaqat bizga, balki butun dunyoga tahdid solmoqda. Shu bois ko'pgina qudratli davlatlar, masalan, AQSh, Xitoy, Germaniya, hatto o'sha Fukushima fojiasi kuzatilgan Yaponiya ham muammoni hal etish uchun qachonlardir yopilgan AESlarni qayta ishga tushirmoqda. Yangilarni barpo etyapti. Uzoq o'rganishlardan so'ng O'zbekiston ham ana shu xaritaga qo'shilmoqda. Joriy hafta Dushanbeda o'tkazilgan Markaziy Osiyo Rossiya sammiti doirasida Jizzax viloyatining Forish tumanida barpo etiladigan birinchi kichik quvvatli atom elektr stansiyasi va yadro tibbiyoti markazi qurilishi uchun tamal toshi qo'yildi. Bu davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi, siyosiy irodasi, strategik qaroridir. Har ikki loyiha shubhasiz inqilobiy, ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan davlatga, jamiyatga katta manfaat keltirishi kutilmoqda. Ushbu yirik loyihalar mamlakatimiz energiya mustaqilligini ta'minlash, ekologik toza energiya yetkazib berish, tibbiyotda zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalari orqali tibbiy xizmat sifatini oshirish imkonini beradi. Bu tashabbuslar yangi O'zbekistondagi jadal islohotlarning yorqin natijalariga aylanishiga shubha yo'q va mazkur muhim sohadagi o'zaro manfaatli loyihalarning hayotga tatbiq etilishi davlatimiz rahbarining iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni rivojlantirish
va xalqaro hamkorlikni izchil mustahkamlashga qaratilgan dasturlarning ajralmas qismi bo'lib, xalqimiz farovonligiga xizmat qiladi. Shuningdek, strategik sherik va ittifoqchi bo'lgan ikki do'st davlat o'rtasidagi ko'p qirrali va uzoq muddatli aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga munosib hissa qo'shadi. Quyoshimiz, shamolimiz, suvimiz bor. Nega aynan atom energetikasi degan savollar ko'pchilikni o'ylantirayotgani bor gap. Lekin bizda yil 12 oy, kuniga 24 soat oftob charaqlab turmaydi. Shamol stansiyalari ham sutka davomida 100% quvvat berishi imkonsiz. Ko'mirga kelsak, atmosferamizning musaffoligi shundoq ham ko'ngildagidek emas. 2000 ga yaqin gidroelektr stansiyalar qurish ishlariga kirishilgan bo'lsa-da, bu masalaga to'liq yechim bo'la olmaydi. Atom elektr stansiyalari esa ekspluatatsiya muddati, ijtimoiy iqtisodiy samaradorligi bilan muqobil manbalar orasida yetakchilik qiladi. Bizga AES kerakmi degan savolga olimlar o'zi nima deydi? AES qurilishi minglab ish o'rinlarini yaratadi. Muhandislar, quruvchilar, fiziklar, kimiklar, xavfsizlik mutaxassislari va hokazo. Shu bilan birga mamlakatda yana bilim va tajriba maktablar paydo bo'ladi. Iqtisodiy jihatdan esa AES bizga arzon va barqaror energiya beradi. Bu sanoatning o'sishiga, eksport salohiyatining oshishiga va eng muhimi iqtisodiyotning energetik mustaqilligiga xizmat qiladi. Bu loyiha nafaqat energetika sohasi, balki butun mamlakat taraqqiyoti uchun asos bo'ladi. Shuning uchun AES kerakmi degan savolga javob aniq ha. Agar u ilmiy, xavfsiz va to'g'ri tashkil etilsa, O'zbekiston kelajagi uchun zarur qadamdir. AQShning Michigan universitetida ayni yo'nalishda tadqiqot olib borgan va bevosita reaktorlar bilan yuzma-yuz kelgan Alisher Sanatullayev bizga juda qiziq ma'lumotlarni berdi. Odamlardagi xavotirni tushunish mumkin. Chernobil voqealari xotiradan o'chmagan, Fukushima ham esdan chiqmagan, lekin zamon o'zgardi. Yangi texnologiyalar kecha mutlaqo imkonsiz bo'lgan loyihalarga bugun yo'l ochmoqda. Agar o'tgan asrdagi reaktorlar asosan 2 yoki 3 avlodga mansub bo'lgan bo'lsa, hozirda 3+ va 4-avlod reaktorlari qurilmoqda. Ularda xavfsizlik darajasi juda yuqori, inson omili deyarli yo'qolgan. Masalan, bunday reaktorlarda passiv xavfsizlik tizimlari mavjud. Ya'ni favqulodda holat yuz bersa ham reaktor o'z-o'zidan soviydi va avtomatik ravishda ishdan chiqadi. Operatorning aralashuvisiz. Bundan tashqari, yangi reaktorlar energiya samaradorligi bo'yicha ham ancha ilgarilab ketgan. 1 kilogramm yoqilg'idan olinadigan energiya hajmi ancha katta, chiqindilar miqdori esa kamaygan. Jizzaxdagi loyiha bo'yicha o'rganishlar kecha yo bugun boshlangani yo'q. 2018-yildan buyon Tuskon yaqinida 150 dan ortiq datchiklar orqali kuzatuvlar olib borildi. Ilmiy xulosalar, logistika, infratuzilmaviy imkoniyatlardan kelib chiqib shu maydon tanlandi. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATEning qat'iy nazorati ostida bo'ladigan, jahonning eng ilg'or tajribalari va xavfsizlik talablari tatbiq etiladigan loyiha bo'yicha global tuzilma bilan 2025-2027 yillarga mo'ljallangan qo'shma harakatlar rejasi ishlab chiqilgan. The International Atomic Energy Agency is supporting Uzbekistan in the introduction of nuclear energy. Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekistonni atom energetikasini joriy etish jarayonida faol qo'llab-quvvatlamoqda. Toshkentga amalga oshirgan juda samarali tashrifim va Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvimiz chog'ida biz O'zbekistonning yadro dasturini rivojlantirish, yaqin hamkorlik rejasi bo'yicha kelishuvga erishgandik. Ushbu tashrifdan so'ng qo'shimcha amaliy qadamlar ham tashlandi. Jumladan, Vena shahridagi Xalqaro atom energiyasi agentligining bosh konferensiyasi doirasida O'zbekiston tomoni bilan yo'l xaritasi imzolandi va uni hayotga tatbiq etish bo'yicha amaliy ishlar boshlab yuborildi. Bu hujjat mamlakatda 6 ta kichik modulli reaktorni joriy etish hamda 2 ta atom elektr stansiyasini qurish loyihalarini izchil va samarali amalga oshirishga zamin yaratadi. O'zbekiston dastlabki loyihaga tamal toshini qo'yish orqali atom energiyasi sohasidagi global tendensiyalarga integratsiyalashuv yo'lida muhim qadam qo'yganini olqishlaymiz. Uning qurilishidan tortib ekspluatatsiyasigacha MAGATE bevosita ko'maklashadi. Umuman aytganda, O'zbekiston Xalqaro atom energiyasi agentligining ishonchli hamkori sifatida atom energiyasidan faqat tinch maqsadlarda foydalanish borasida agentlik tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlab boriladi. AESning o'ziga keladigan bo'lsak, u kichik modulli reaktorlardan iborat so'nggi avlod texnologiyasi bo'ladi. Dunyoda juda ommalashgan 18 ta davlatda Jizzaxdagi kabi 80 dan ziyod loyiha shakllangan. 30 ta yangi mamlakat ilk bor uni qo'llashga tayyor. Sohada eng tajribali va salohiyatli bo'lgan Rossiya xorijda quriladigan stansiyaning asosiy hamkori. O'zbekiston давно не новичок
ядерных технологий. Сейчас работает Академия наук. O'zbekiston uchun yadro texnologiyalari yangilik emas. Bu yo'nalishda Fanlar akademiyasi allaqachon faoliyat yuritmoqda. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev tadqiqot institutining ishini tikladi. Rossiya Milliy tadqiqot yadro universiteti filiali ochildi. Biz izotoplar yo'nalishida ham ko'p ishlar qilyapmiz. Dastlabki kelishuvlar uran qazib olish va tog' sohalarini qamrab olgan. Buning ahamiyati va ramziy ma'nosi shundaki, yetakchilarimiz rahbarligi ostida biz amaliy loyihalarni hayotga tatbiq etmoqdamiz. Bu esa erishilgan kelishuvlarni tasdiqlaydi va rivojlantiradi. Mamlakatingiz yetakchisi kuchli siyosiy irodasi orqali nafaqat iqtisodiyot va sanoatni rivojlantirmoqda, balki bizga kelajak yo'lini ko'rsatmoqda. Chunki O'zbekistonda atom energetikasini rivojlantirish aynan Shavkat Miromonovichning g'oyasi hisoblanadi. Shu bilan birga bu loyiha to'liq ma'noda 100 yillikka mo'ljallangan loyiha hisoblanadi. Ha, atom elektr stansiyalari yana uzoq muddat xizmat ko'rsatishi bilan boshqa manbalardan ustun. Atom energetikasiga kiritilgan sarmoya 5-6 barobar bo'lib qaytadi. Yondosh sohalar eng avvalo ilm-fan rivojlanadi. AES bilan parallel ravishda qurilishiga start berilgan yadro tibbiyoti markazi innovatsiyalar, bilimlar, ilg'or yechimlar jamlanadigan unikal klasterga aylanadi. Bu milliy tibbiyotimiz uchun inqilob deydi mutaxassislar. Birgina misol, dunyo bo'yicha yiliga 20 million kishida saraton aniqlanadi. Tashxis qo'yishdagi kechikishlar, dori preparatlarning yetishmasligi, qimmatligi, moddiy texnik bazaning yo'qligi sabab har yili 9,5 milliondan ortiq kishi hayot bilan vidolashadi. O'zbekistonda har yili 25 mingdan ziyod yangi bemor ro'yxatga olinadi. Afsuski, aksariyati shifokorga juda kech murojaat qilgan bo'ladi. Saratonni davolashda oltin standartlar joriy etiladigan ushbu markaz qanchadan qancha oilalar, insonlarga sog'lom hayot quvonchini berishi shubhasiz. So'nggi avlod texnologiyalari yordamida yiliga 8 mingdan ortiq kishida o'simtani erta aniqlash va shu tufayli 90% hollarda ularni davolash imkoniyati yaratiladi. Bu shubhasiz prezidentimizning sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning yangi to'lqini, tarixiy tashabbusidir. Bir so'z bilan aytganda, ushbu tarixiy voqea O'zbekistonda barpo etiladigan atom elektr stansiyasining birinchi reaktori va ko'p tarmoqli yadro tibbiyoti markazi qurilishi bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga start berilishi davlatimiz rahbari kelajakni va xalqimiz farovonligini ko'zlab amalga oshirgan ulkan qadam bo'ldi. Menimcha ham shunday. O'zbekistonda AES paydo bo'layotgani yangi O'zbekistonning yangi istiqboliga qo'yilgan katta va qat'iy qadam bo'ldi. Bu qadam nechog'lik ulkan salmoqqa ega ekanligini esa biz hali to'liq anglab yetayotganimiz ham yo'q menimcha. 5-10 yildan keyin shu qadamning totli mevasini tatiganimizdan keyingina ha bo'larkan-ku deb qo'yamiz balki.